Diqqat! Rossiyada ijara narxlari tushmoqda. Migrantlar soni kamayishi bozorga ta'sir qildi. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma: Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyada migratsiya siyosati kuchaytirilishi ortidan mamlakatdagi xorijliklar soni qariyb 700 ming nafarga qisqardi. Bu esa ayniqsa iqtisodiy toifadagi uy-joylar ijara bozorida sezilarli o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, hozir yirik shaharlarda ijaraga berilayotgan uylar soni ko'paygan, ammo mijozlar kamaygan. Masalan, Moskvada yaxshi ta'mirlangan bir xonali kvartiralar narxi 90 ming rubldan 70 ming rublgacha tushgan. Kichik studiyalarga qiziqish pasaygan bo'lsa, oilalar uchun mo'ljallangan 2 va 3 xonali uylarga talab hali ham yuqori bo'lib qolmoqda. Ekspertlar fikricha, bozordagi faollik va avgust oyida yangi o'quv yili va ish mavsumi boshlanishi arafasida biroz tiklanishi mumkin. Rossiyada yashayotganlar bu o'zgarishni sezayaptimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Eng muhim yangiliklarni bizning kanalimiz orqali kuzatib boring.